Assalomu alaykum, hurmatli brifing tinglovchilari. Mazkur brifing orqali Bilim va malakalarni baholash agentligi Sirdaryo viloyati bo'limi tomonidan 2026-yil yanvar hamda fevral oylarida muddatda harbiy xizmat o'tayotgan askarlar uchun o'tkazilgan test sinovlari yakunlari bo'yicha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Demak, Bilim va malakalarni baholash agentligi direktorining 2026-yil 15-yanvardagi 2026-yilda muddatda harbiy xizmat o'tayotgan harbiy xizmatchilarning jangovar hamda ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlikni aniqlash bo'yicha test sinovlarini tashkil etish o'tkazish to'g'risidagi tegishli buyrug'iga asosan Bilim va malakalarni baholash agentligi Sirdaryo viloyati bo'limi tomonidan test sinovlari yuqori saviyada tashkil etildi hamda o'tkazildi. Jumladan 2026-yil 20-21 yanvar kunlari Mudofaa vazirligi tasarrufidagi harbiy qismlarda muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan 272 nafar harbiy xizmatchilar uchun demak ma'naviy hamda jangovar tayyorgarlik bo'yicha test sinovlari yuqori saviyada tashkil etildi. O'tkazilgan test sinovlari jarayonida 271 nafar askar test sinovida ishtirok etgan bo'lsa, 1 nafar askar demak tartib qoidani buzgani uchun jarayondan chetlashtirildi. 2026-yil 26-yanvar kuni esa Bilim va malakalarni baholash agentligi Sirdaryo viloyati bo'limi binosida Milliy gvardiyaning Sirdaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi harbiy qismida muddatli harbiy xizmat tugatayotgan 42 nafar, Milliy gvardiyaning ixtisoslashtirilgan o'quv markazida muddatli harbiy xizmat tugatayotgan 42 nafar, jami 84 nafar harbiy xizmatchi uchun test sinovlari tashkil etildi va o'tkazildi. Unda Milliy gvardiyada xizmat qilayotgan harbiy muddatli harbiy xizmatchilar barchasi test sinovlarida ishtirok etishdi. Shuningdek, 2026-yil 5-6 fevral kunlari Bilim va malakalarni baholash agentligi Sirdaryo viloyati bo'limi binosida Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarida muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan 207 nafar askarlar uchun ham jangovar hamda ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik bo'yicha test sinovlari yuqori saviyada o'tkazildi. Unda ham Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlarida muddatli harbiy xizmat o'tayotgan askarlarning barchasi muvaffaqiyatli test sinovida ishtirok etdi. Bo'lib o'tgan test sinovlarida viloyat bo'yicha jami 563 nafar muddatli harbiy xizmatchilardan 562 nafar ishtirok etishdi. 1 nafar talabgor demak tartib qoidani buzgani uchun testdan chetlashtirildi. Test jarayonlari adolatli hamda shaffof o'tkazilib, unda Bilim va malakalarni baholash agentligi Sirdaryo viloyati bo'limi xodimlari hamda guruh nazoratchilari to'liq nazorat qilib bordilar. Jarayonlar albatta to'liq video kuzatuv kameralariga yozib olindi. Ma'lumot o'rnida ta'kidlab o'tish joizki, muddatli harbiy xizmatchilar uchun mo'ljallangan test savollarining umumiy soni 100 ta bo'lib, shundan 40 tasi jangovar tayyorgarlik bo'yicha, 20 tasi ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik bo'yicha, 10 ta matematika, 10 ta fizika fanlaridan hamda 20 tasi mantiqiy savollardan iboratdir. Har bir to'g'ri javob uchun jangovar tayyorgarlik bo'yicha 1.2 ball, ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik bo'yicha 1.1 ball, matematika, fizika hamda mantiq savollardan esa 1 balldan beriladi. Test savollarini o'tkazishning umumiy vaqti 3 soat etib belgilangan bo'lib, shundan 2 soat 30 daqiqa savollarni ishlash uchun, 30 daqiqasi esa javoblar varaqasini bo'yash uchun ajratilgan. Harbiy tavsiyanomalar O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari safida muddatli harbiy xizmatni o'tayotgan, jangovar va ma'naviy ma'rifiy tayyorgarlik bo'yicha yuksak natijalarga erishgan, zarur bilim saviyaga ega hamda namunali harbiy intizomni namoyon etgan munosib harbiy xizmatchilarga demak qo'mondonlik tomonidan taqdim etiladi. Bunda tavsiyanomaga ega bo'lgan harbiy xizmatchilar uchun respublikaning oliy harbiy ta'lim muassasalaridagi tegishli yo'nalishlarga o'qishga kirishda test sinovlarida natijalariga ko'ra o'zlari to'plagan ballarning 50% miqdorida qo'shimcha ball bilan imtiyozga ega bo'ladi. Shuningdek, respublikaning oliy ta'lim muassasalari, bunda harbiy oliy ta'lim muassasalari bundan mustasno, bakalavriat o'qishga kirishda esa oliy ta'lim muassasalariga qabul parametrlaridan tashqari ajratiladigan alohida qabul ko'rsatkichlar doirasida tanlovda ishtirok etish huquqi beriladi. Tavsiyanomalar ular berilgan sanadan boshlab 3 yil muddatda amal qiladi. Hurmatli brifing tinglovchilari, mazkur brifing orqali sizlarga yetkazadigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur.